1750-yilda Frankning momaqaldiroq vaqtida uchirilgan varrak yordamida chaqmoqni tutishga erishdi. Natijada bu insoniyat tarixidagi eng mashhur ilmiy tajribalardan biriga aylandi. 19-asr boshlariga kelib, olimlar orasida chaqmoqning elektr tabiatiga egaligi haqida deyarli shubha qolmadi. Nega deyarli? Chunki u davrda boshqa ilmiy nazariyalar ham ilgari surildi. Ammo bu gipotezalar chaqmoq bulutlarda vujudga keladigan elektr oqimi degan fikrni inkor eta olmadi. Natijada chaqmoq elektr energiyasini tabiiy ko'rinish degan ta'rif olimlar hamjamiyatida yetakchi fikrga aylandi. Endi chaqmoq aslida nima degan savolga javob beramiz. Ilmiy jihatdan olganda, chaqmoq bu bulutlar, havo yoki yer orasida hosil bo'ladigan ulkan elektr uchquni, ya'ni atmosferadagi tabiiy elektr razryadidir. Chaqmoq paydo bo'lishining dastlabki bosqichlarida havo bulutdagi